Assalomu alaykum. Bizning Lazzatuz kanalimizning a'zolari. Mana ko'rib borayotgan bo'lsanglar, anchadan beri bizni kanalimizni yurg'izayotganlarimiz ishlarimiz to'xtab turuvdi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra mana yana boshladik o'zimizni nima deydi? Samsacha, bu kichkina samsachalarimizni qilishni boshladik. Chunki hozir pishgandan keyingisini ko'rsatolman sizlarga. Endi qilish tartiblari bilan keyin sizlarga tashlab beraman, xudo xolasa. Mana qaranglar qanaqa chiroyli bo'lib chiqqan. Issiqda hozir bular. Yana ma'lum bir qismi hozir duxovkada pishyapti. Sizlarga ko'rsataman. Keyingi ustida ham pishyapti. Xudo xolasa pishib qoldi bunisi ham. Qizarib ketibdi уже. Olamiz. Ko'rdinglar. Tazavalachi xamirimizni kichkina patircham qildik. Bu samsamizni sovib qolganda ham, sovigan holda ham isitmasdan yesa ham bo'ladigan. Mazasi yaxshi, yumshoqqina bo'lib turadigan samsa bo'ladi.